Davom etamiz. Ekologik muammolar bugungi kunda global miqyosda dolzarb masalaga aylangan. Atmosfera ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va o'rmonlarning qisqarishi insoniyat hayotiga jiddiy tahdid solmoqda. Suv va havo resurslarining ifloslanishi esa salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biya xilma-xillikning kamayishi ekotizim muvozanatinigina buzib qolmaydi. Yuqorida sanalgan va sanalmagan tahdidlarning asosiy qismi inson omiliga borib taqaladi. Oddiyroq aytganda, bugun o'z tomirimizga bolta urayotgan o'zimiz bo'lamiz. Hozirgi lavhada ham ekologik muammo bilan bog'liq mavzu xususida so'z yuritamiz. 1,5 million yil avval olovning kashf qilinishi insoniyat evolyutsiyasini bir necha barobarga tezlashtirdi. Sanoat inqilobigacha bo'lgan texnologiyalarning deyarli hammasi olovga tayanadi. Ya'ni u kashf qilinmaganida insoniyat taraqqiyoti bir necha ming yilga kechikishi mumkin edi. Ammo alangani har doim ham nazoratda ushlab bo'lmadi. Sezganingizdek, insoniyat taraqqiyotini tezlatgan kashfiyot ayrim o'rinlarda bizning zararimizga ham ishladi. Rakursning qamrovini biroz kichraytiradigan bo'lsak, g'alla yig'ib olingandan so'ng somon dalalarining yoqib yuborilishi mamlakat iqtisodiyotiga ham, ekologiyasiga ham jiddiy zarar yetkazmoqda. Hozir o'sha ekin maydonlaridan bo'shagan maydonlarda demak o'sha somon poyalari va boshqa yerlarning yoqilishi bo'yicha holatlar har yili uchraydi. O'sha ekin maydonidan bo'shagan yerlarni yoqib yuborsak, u yana ham unumdorroq bo'ladi degan bir noto'g'ri bir ma'lumot bor. Bu aslida juda ham katta salbiy oqibatlarga olib keladi. Bu bevosita avvalo o'sha yerning unumdorligi, uning o'sha ijobiy bonitetini yo'qolishi, ya'ni hosildorlikning kamayib ketishi kabi salbiy holatlarga olib keladi. Buni ortidan nafaqat iqtisodiy zarar katta, balki insonlarning salomatligi uchun ham buning o'sha yoqilishlarning zarari juda ham katta. Bu o'sha insonlarda sil, saraton kasalliklarining, o'sha o'pka, nafas yo'llari kasalliklarining paydo bo'lishiga, rivojlanishiga olib keladi. O'zbek kosmos agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bu mavsumda shu kungacha 1,6 ming gektar hududda 213 ta holatda ekin maydonlari yoqib yuborishga ulgurildi. Bu dastlabki tahlillar natijasi xolos. Bir narsani qayd etish kerakki, aynan shu ekin maydonlaridan bo'shagan yerlarni monitoring qilish O'zbek kosmos agentligida har kunlik amalga oshiriladi. Ya'ni kimdir uni yoqib yuborib, ertaga uni izini yo'qotishga harakat qila olmaydi. Har kunlik ma'lumotlar demakki ekologiya yoki o'sha bosh prokuratura xodimlariga taqdim etiladi. Mana shu kabi salbiy holatlar kuzatilganda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga muvofiq 10 baravarigacha demakki o'sha iqtisodiy choralar ko'rilishi, jarimalar qo'llanilishi belgilangan. Agarda yetkazilayotgan zararlar miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, bu hattoki jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin. Yer egalarini yana bir bor ogohlantirib o'tamiz. Shu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikka, nafaqat o'zlari, balki ham iqtisodiyotga, ham ijtimoiy hayotimizga ham zarar yetkazmasliklarini so'ragan bo'lardik. Taqqoslab olishingiz uchun 1 gektar yer maydonida boshoqli don poyasi yoqilganda 500 gram azot oksidi, 379 gram uglevodorod, 3 kilogramm kul, 20 kilogramm is gazi va uglerod oksidi atmosferaga ajralib chiqadi. Sil va saraton kasalliklariga olib keluvchi bu moddalarning ta'siri hazillashadigan emas miqdor orttirilganda. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.